Ayollarimizda sut bezi patologiyalari, bemorlar juda ko'p shikoyatlar bilan kelishadi. Deylik, menstrual sikldan oldingi ko'kraklardagi og'riq yoki shish yoki turli xil tugunlar paydo bo'lishi bilan shikoyat qilib kelishadi va ko'pincha buni asosida bosh miyada joylashgan gipofiz bezidan ajraladigan prolaktinning miqdorini oshishi yotadi. Ya'ni kim buni stress gormoni deymiz. Ya'ni bemorlar samolyotda uchganda yoki bo'lmasa turli xil noqulay sharoitlarda bu gormonning miqdori baland bo'lishi mumkin. Shuning uchun 40 yoshdan oshgan ayollarga tavsiyamizki, har 6 oyda ko'krakni UZI tekshiruvidan va har kuniga iloji boricha o'z ko'kraklarini o'zlari palpatsiya qilib ko'rishlari kerak bo'ladi. Bularga tayyor tavsiyalar berilgan. Va bundan tashqari, agarda biror shikoyatlar bo'ladigan bo'lsa, 1 yilda bir mammografiya tekshiruvidan o'tishlari shart bo'ladi. Bu yerda ham endokrinologlar, ya'ni prolaktin gormonini norma qilib beramiz, hamda mammologlar bilan birga bemorlarimiz olib boriladi.